Ketdimi? Bu sizlar bilan uy sharoitida shunaqa zamonaviy tandirda tandir go'sht qilishni o'rganamiz. Qani ketdik. Tandirimizni sekin zavat qilamiz. Tandirni yoqdik. Unchalik ham ko'p o'tin ketmaydi bu tandirlarga. Ekonom tandir hisoblanadi bu tandirlarimiz. Hozir tandirni qizitib, cho'g'ida go'shtlarni pishiramiz. Sizlar bilan birga jarayonlarni qo'yib boramiz. Kuzatib boringlar. Sizlarga yoqayotgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Yetlar bilan charchamayapsizmi? Charchash yo'q, mana iftorlikka, ro'za Ramazonga biza ona sherlar qo'limizni shirin buni hamma biladi. Hadeb reklama narsasini yemaymiz, o'zimiz ham tayyorlab yeymiz narsalardan. Hozir o'zimizni tandirda, o'zimizda tandir go'sht qilib ko'rmoqchimiz. O'xshasa ham, o'xshamasa ham qo'yamiz, lekin o'xshamasligi variantli. Variantli. Ona sherlar har doim shirin taom tayyorlab o'rganib qolgan. Tilimga o'xshagan shirinidan. Ayo, sayrat boribsiz lekin. Asalli shakarini ham qilish kerak edi. Bular bilan yesanglar mazza qilasizlar. Ketdimi? Mana tandirlarimiz ham tayyor. Hozir go'shtlarni ilib, Biz ham tayyormiz. Mana tandirga solish jarayonini ko'rasizlar. go'sht yopamiz mana. Yopishdi ona chotki. Yeysan, yana deysan bo'pti-ku. Mana biz ham birinchi marta qilishimiz. Sizlar ham qilib ko'ringlar. Voh, voh, voh. Olinglar, hammaga yoqimli ishtaha. Sizlarga yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib yuborasizlar. Narxi qiziq shu go'zal tandirlarimizni mana shu videoga bitta like bosib turib, kommentariyada plus belgisini qoldirsangiz sizga Instagram o'zi avtomat tarzda yozib yuboradi.